Bir kishi zamonimizda bo'lgan ishlardan katta bir kompyuter kompaniyasiga shu ish joyi borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka. Boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi. Haligi kotib aytdi, "Mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan qilinmaganizni xabarni beramiz, e-mailingizni bering bizga" dedi. E-mail pochta. Endi kattalarga aytayapman, e-mailingizni bering dedi. Haligi odam aytdi, "Mening e-mailim yo'q" dedi. Shu zamonda shu asrda yashab turib e-mailingiz yo'qmi sizda dedi. G'arb endi. Ha, yo'q dedi. Bo'ldi, qabul qilinmadingiz, chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lda tushirib o'tirish kerak-da. Bo'ldi endi men bo'lgan shu ekan. Farroshlikka ham yaramayman ekan. Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi. Bozorga borib turib bir karobka pomidorni $10 sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. Bu yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, $12 qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Xursand. Shu $2 ishlaymanmi endi? Deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmat emas. Sen ishlab tur, kuniga 200 so'mdan. Alloh uyog'iga bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" dedi. To'g'rimi? Bu sirasi kuniga $100 dan ishlash topish kerak. Mana rasaga jo'nab pul jo'nab do'raslar bolaringlarda. O'sha qaborib pullarni olib ishlatayotgan, haligi rabotodatellar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Buradagi pul jo'nab. Oqsoqol, amma hunar bilan jo'natdingizmi? Yo'q, til bilanmidi? Yo'q, puli. Mana qilib turing. Eshitdinglarmi ikkinchi tomonda? Bu odam qo'lini tushirmadi, shu $2 ga qanoatlandida, ertasi kuni borib 2 karobka sotib oldi. Yugurdi, sotdi. 2 karobkadan yaxshiroq foyda qoldi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Xulos shu ish bilan rostmona shug'ullandi, bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva-cheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi, endi o'ziga yetarli bo'lib qoldi. Qo'lini tushirib olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gap tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, e-mailingizni berib qo'ying menga dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i, e-maili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak, elektronniy pochtasi. Dedi haligi odam, "Mening e-mailim yo'q" dedi. E-mailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? E-mailingiz bo'lganda nima bo'ladi dedi. Unda farroshlik qilayotgan bo'ladi dedi.